Assalomu alaykum. Hozirgi mavzumiz sindrom Rayta. Sindrom Rayta bu kichik ko'krak mushagini, musculus pectoralis minorni 3-chi, 4-chi, 5-chi qovurg'alardan kichik ko'krak mushagi boshlanib, yelka sohasiga kelib birikadi. Mana shu kichik ko'krak mushagining tagidan umra osti arteriyasi, qo'lga uzatiladigan tarmoqlari, umra osti venasi, qo'ldan qaytib keladigan tarmog'i va nervni yelka chigalidan qo'lga uzatiladigan tarmoqlarini kichik ko'krak mushagini tagidan o'tadi. Mana shu kichik ko'krak mushagini zararlanish natijasida, spazm tortilib qolish natijasida mana shu qo'lga uzatiladigan nerv, arteriya va qo'ldan qaytib kelayotgan venalarni bosib qolish hisobiga qaysi tomondan kichik ko'krak mushagini tortilib spazm bergan bo'lsa, yelka va qo'llaridan barmoqlargacha og'riq kuzatilishi. Bir. Ikkinchisi, sezgini o'zgarishi. Qo'l uyushganday bo'lib qoladi. Jimir-jimir bo'ladi. Ba'zan chumolib yurganday bo'ladi. Sezishi pasayadi. Uchinchisi, qo'lning kuchi pasayadi. To'rtinchisi, pulsatsiyasini ko'radigan bo'lsa, pulsatsiya ham nisbatan ikkinchi qo'lning pulsiga qaraganda to'laligi nisbatan pastroq bo'ladi. Rangi nisbatan ikkinchi qo'lga qaraganda oqaribroq ko'rinadi. Chunki bu yerda hamma o'tayotgan tomirlarni nisbatan bosgani hisobiga shunaqa o'zgarish bo'ladi. Va yana vena qaytib ketishga qiynalayotgani uchun, siqilgani uchun bu qo'lga nisbatan ba'zan shish kuzatiladi. Bu kimlarda kuzatiladi? Bu qo'lni yelkasidan ko'tarib ish qiladiganlarda, elektriklarda va malyarlarda, ustalarda ko'proq kuzatiladi va sportchilarda qo'lni yelkasidan ko'tarib harakat qiladigan sport turlarida, suzish, basketbol, voleybol, gandbol o'ynaydigan sportchilarda kuzatiladi. Va uchinchisi, yelka sohasidan travma olganda ham shunaqa o'zgarishlar kuzatilishi mumkin. Tashxis qo'yishimizda bitta sinamasi bor. Shu sinamasini aytib o'tmoqchiman. Testini. Masalan, chap qo'lda o'zgarish bo'layotgan bo'lsa, shu qo'lda yuqoriga ko'taradigan bo'lsak yoki yotganda qo'lni boshidagiga qo'yib yotadigan bo'lsak, og'riq, sezgini o'zgarishi va kuchsizlanish, rangining o'zgarishi, pulsni ko'rganda pulsning to'laligi juda ham pasayishi, ya'ni umumiy belgilar, simptomlarini qo'lni ko'targanda kuchayish kuzatiladi. Instrumental tekshirishlarda qon tomirlarini UZI Dopplerni qilib ko'rish kerak bo'ladi va MRT, MSKT qilib tekshirishimiz mumkin. Pleksitlarda ham shunaqa klinika kuzatiladi. Pleksitlar ikkilamchi kasallik hisoblanadi, ya'ni travmalardan keyin ko'pincha kelib chiqadi. Pleksitda qo'lni ko'targanda simptomatikasi o'zgarmaydi. Pleksitda farqi shunaqa. Va bo'yin muammolari bo'ladigan bo'lsa, sheyni osteoxondroz, sheyni grija yoki protruziyalarda bo'yin sohasini qimillatganda qo'lga og'riqning kuchayishi, ya'ni bo'yin sohasidagi bo'ladigan muammolarda bo'yin qimillatishining hisobiga og'riqning kuchayishi kuzatiladi. Sindrom Raytada bo'yinga aloqasi yo'q, faqat yelka sohasida og'riq, qo'lda og'riq bo'lishi, qo'lni ko'targanda kuchayish kuzatiladi. Davosiga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda og'riq qoldiruvchilar NPVSlar, ya'ni non-steroid preparatlar, Tinaxkam, Milaxkam, eterokoksid, diklofenak, ketanol. Ikkinchisi vitamin B komplekslar. Uchinchisi miarlaksantlar, Medakal va to'rtinchisi mana shu sohani bosganda og'riq kuchayish kuzatiladi, spazm bo'lib tortishib qolgan bo'ladi. Shu sohani 3-5 qovurg'alar o'rtalig'idan boshlab yelka sohasigacha 3 minutdan 5 minutgacha uqalash tavsiya qilinadi va kichik ko'krak mushagini harakatlantiruvchi davolovchi mashqlar o'tkazish tavsiya qilinadi. Bu asosan konservativ davo muolajalar bilan yaxshi bo'lib ketadi. Qisqacha sindrom Rayta haqida mana shu ma'lumotlarni sizlarga yetkazmoqchi edim. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.